Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz qanday qilib telefonda Minecraft o'tkazishni o'rganamiz. Birinchi bu biz Google ga kirib olamiz. Google ga kirganimizdan keyin bu yerda yozamiz. Minecraft sketch. Masalan, eng oxirgi versiya 1.22-versiya. Ты чё, братан, вообще что ли уже? Kirganimizdan keyin bizda shunaqa sayt ochiladi. Biz unda mana shunga bosamiz. Mana shunga bosamiz. Bizlar mana shunga bosganlaringdan keyin hozir mana bunaqa joy chiqadi. Bu yerdan sketchat degan tugmani bosamiz. Yuklab olish, ya'ni bosdik. Kutamiz. Ana 5 soniya ana. Bepul yuklab oling degan yozuv chiqdi. 435 megabayt. O'shanga kiramiz, bosamiz ya'ni. Keyin tepada ko'rishingiz mumkinki, tafsilotlar joyi chiqdi. O'sha tafsilotlarga bosamiz. Va mana Minecraft o'tyapti. Umid qilamanki, video sizga yoqdi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariya va like, obuna bosib qo'yishni unutmang. Biz tezroq 100 ta like bo'lishimiz kerak. Sizlar bilan Alijon bo'ldi, videomiz tugadi. Xayr. Va obuna deb to'g'ri qildimmi yoki xatomi? Xato qilding, xato. Nimaga? Nimaga siz deysiz hammani?